Siz oqshom to'lqinlarida axborot tahlili eshittirishini tinglayapsiz. Iste'molchi huquqi qonun himoyasida. O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Farg'ona viloyati hududiy birlashmasi tomonidan jamoatchilik nazoratini yanada kuchaytirish maqsadida qator monitoring tadbirlari amalga oshirilmoqda. Yaqinda ikkita muhim yo'nalishda keng qamrovli jamoatchilik monitoringi o'tkazildi. Ulardan biri oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi va savdo qoidalariga rioya etilishiga, ikkinchisi esa tashqi yozuvlar, peshlavhalar va reklama materiallarining davlat tili hamda reklama to'g'risidagi qonunchilik talablariga muvofiqligiga qaratildi. Bu haqda O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi Farg'ona viloyati hududiy birlashmasi mutaxassisi Shahlo Qosimova mulohazalarini tinglaymiz. Birinchi monitoring doirasida dehqon va ulgurji bozorlari, supermarketlar, yirik marketlar hamda oziq-ovqat do'konlarida mahsulotlarning sifati, sertifikatlari, markirovkasi, saqlash sharoitlari va sanitariya talablariga amal qilinishi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, aksariyat savdo obyektlarida ijobiy holatlar kuzatilgan. Masalan, import mahsulotlarining katta qismi davlat tilida markirovka qilingan. Yodlangan osh tuzi bilan ta'minlanganlik darajasi yuqori. Sovutgich va muzlatgichlar asosan ishchi holatda. Mahsulotlarni saqlash talablariga ham ko'pchilik tadbirkorlar amal qilmoqda. Shu bilan birga monitoringlar davomida bir qator muammolar ham borligi aniqlandi. Monitoring ayrim dolzarb muammolarni ham ochib berdi. Jumladan, ayrim savdo obyektlarida mahsulot sertifikatlari to'liq rasmiylashtirilmagan, narx yorliqlari talab darajasida emas. 65 ta obyektda muddati o'tgan mahsulotlar aniqlandi. Shuningdek, ochiq holda sotilayotgan mahsulotlarning sanitariya talablariga to'liq javob bermasligi, sotuvchilarning maxsus kiyimsiz ishlashi hamda tibbiy ko'rikdan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlarning mavjud emasligi kabi holatlar ham kuzatildi. Bu masalalar aholi salomatligi va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish nuqtai nazaridan alohida e'tibor talab qiladi. Ikkinchi monitoringda esa savdo obyektlari, dorixonalar, xususiy tibbiyot muassasalari, banklar, o'quv markazlari va xizmat ko'rsatish obyektlarida tashqi yozuvlar hamda reklama matnlari o'rganildi. Tahlillarga ko'ra, obyektlarning asosiy qismi tashqi yozuvlar davlat tilida rasmiylashtirilgan. Reklamalarning ko'pchilik iste'molchini chalg'itmaydigan tarzda joylashtirilgan. Shu bilan birga, ayrim obyektlarda davlat tilida to'liq foydalanilmagani, chet tilidagi yozuvlarga davlat tilida muqobil axborot berilmagani, imlo xatolariga yo'l qo'yilgani, ish vaqti, aloqa ma'lumotlari va narx haqidagi axborotlar to'liq joylashtirilmaganligi aniqlandi. Muxbirimiz suhbatdoshining galdagi mulohazalari mazkur monitoring tadbirlaridan ko'zlangan maqsad xususida. Bu monitoringlardan ko'zlangan maqsad jazolash emas, balki kamchiliklarni barvaqt aniqlash, tadbirkorlarga amaliy tavsiyalar berish va qonunchilik talablariga ixtiyoriy ravishda rioya etilishini ta'minlashdir. Monitoring yakunlari yuzasidan tegishli tashkilotlarga tahliliy takliflar kiritilmoqda. Tadbirkorlik subyektlari bilan tushuntirish ishlari olib borilmoqda hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. Federatsiyaning asosiy maqsadi jamoatchilik nazorati orqali iste'molchilarning huquqlarini ishonchli himoya qilish, savdo va xizmat ko'rsatish sohalarida ochiqlik, sifat hamda qonunchilikka rioya etilishini yanada kuchaytirishdan iborat. Xulosa qilib aytganda, iste'molchilar huquqlarini himoya qilishda har bir fuqaroning faolligi muhim ahamiyatga ega. Agar siz ham tovar yoki xizmatlardan foydalanish jarayonida huquqlaringiz buzilgan deb hisoblasangiz, O'zbekiston iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasiga murojaat qilishingiz mumkin.